Demak, keyingi sotilayotgan orzumizga yetib keldik. Bu Ekobozor tarafdan kirib kelish Mirzo Ulug'bek tumani bo'ladi. Bu institut ginekologiya. Shu yo'ldan borsa TTZga qarab tushib ketiladigan joy. Bizda bu yerda sotuvga qo'yilgan. Mana bu xonadonimiz bo'lyapti. Bu xonadonimiz birinchi qavatda joylashgan, 3 xonali, 72 kvadrat. Narxi 145 ming deyilyapti. Birinchi qator hammasi nijlo bo'lgan joylarga, shu joyni ham olib nijloga aylantirsa bo'ladigan joy ekan. Ketdik, ichkarisini ko'rsatamiz. Juda ham qulay lokatsiyada joylashgan demak. Bu podyezdimizdan kirib borish bo'ladi. Uyimizda demak birinchi qavatda joylashgan. 4 xonali. Kirishimiz bilan birinchi chap qo'limizda hojatxona joylashgan, akkuratni remont qilingan. Hojatxona joylashgan. Keyingisi ikkinchi xonamizda detskiy qilib qo'yilgan ekan. Bannerlargacha egalarning uzun raqamlarini qo'yishgan. Bu yerda boshqa hech qanaqa o'rta turadigan makler realtor yo'q. Keyingi xonamizda demak взрослый spalnya qilingan. Bu yerda qiziq tarafi, ikki yoq tarafda ham oyna bor. Detskiyda ham, взрослыйda ham oynasi bor. Bu degani, mana hozir katta yo'limizni ginekologiya institutini katta yo'li bo'ladigan bo'lsa, ikki oyog'idan ham eshik ochib biznes qilsa bo'ladigan zo'r lokatsiya joy bo'lyapti. Bu TTZga chiqib ketish joyi bo'ladi mana. Gap spoti bilan bo'lsin, yaqindan ko'rsatamiz buni. Bu yoq taraf demak TTZga chiqib ketish yo'li bo'ladi. O'ng taraf institut ginekologiya bo'ladi. Shu yerda joylashgan. Yonimizda apteka. Hozir oldi tarafidan ham ko'rsatamiz bu narsani, чтобы ishonch hosil qilish uchun. Bu взрослый spalnya bo'lyapti. Hop, xola bu yerda nimadir qoladimi yo olib chiqib ketasizlar hammasini? Почти в основном hammasi qoladi. Ha, ko'p narsa qolar ekan. Ko'p narsani qoldirib ketamiz deyapti. Demak, bu mehmonxonamiz bo'lyapti. Taka chiroyli, akkuratni remont qilingan. Bu narsalar qoladi deyaptilar. Eshiklarni ham yaxshilardan qo'yishgan ekan mana. O'zligi yashab turgan xonadon, unaqa olib, sotib, unaqa qiladigan joy emas. Bu kirib kelish yo'limizda bo'lsa, eshigimizda bo'lsa, shu yerdan o'ngga burilganimizda birinchisi oshxona bo'lyapti. Bu choy ichib o'tirish uchun joy, stolovoy. Keyin undan keyingi joyimizda demak oshxona bo'lyapti. Ayollarning joyi. Ovqat tayyorlash uchun, pishirish uchun sharoitlar qilib qo'yishgan. Bu narsalar hammasi qoladigan narsalar. Bu tarafdan ham ko'chaga demak oyna bor. Yorug'lik tushib turish uchun, havo aylanishi uchun. Bu yerda vanna qilingan. Vanna, remontlar ya. Takoy normalniy vanna. Demak, tualet vanna alohida bo'lyapti. Bu orqaga qaytish joyimiz bo'lyapti mana. Chiqib ketishda ham shunaqa chiroyli remont qilingan. Asosiysi yorug', keng qilib ishlangan. Remontlari ham zo'r. Bitta oila mazza qilib yashaydigan joy. Endi hozir tashqaridan ko'rsatamiz. Podyezddan chiqishlar bilan chap qo'lda yerto'laligi bo'lyapti. Usti yopilgan. Parkovka тоже есть вот здесь же. Hop, mana kladovkamizga kiryapmiz. Kirganimizda mana shu joyga 12 kvadratli ekan. Buni eng qiziq joyi o'ta ariston bilan tupli pol uchun alohida pechkalar ham bor ekan. Shahar sentralniga ulangan bo'lsa, bu narsa o'zi alohida ishlab, masalan, ulardan oldin kerak bo'lsa ishlatib, uyi isitib turar ekan tupli pol uchun. Ammo ariston issiq suv o'chib qolsa bir holat bo'ladigan maqsadda qo'yilgan ekan. Uyga ishlar ekan bu narsalar. Shu narsalar bilan birga sotilyapti. Электрические. Hammasi elektriskiy ekan bularni. Eng qiziq joy uyimizning narxi bo'lyapti. Uyimizning narxi 145 ming baholangan. Egalarining telefon raqamlarini qo'yamiz. Aloqaga chiqib, o'zingiz savdosini qilib kelishtirib olasizlar. Demak, uyimizning oldiga alohida mashina turargoh qilib qo'yishgan ekan. O'zligi uchun alohida faqat o'zligi mashinasi ketadi. Ikkita mashinaga mo'ljallangan joy.